Bismillah. Assalomu alaykum akalar. Mana ko'p akalarimiz so'rashdi, yorug'dan video qiling bo'ladi deb. Mana 3 ta xo'rozimiz qoldi ekandek. Bitta narsani eslatib o'tmoqchiman akalar. Bugun erta aloqaga chiqib oladiganlar olmasa, bitta Xorazmlik akamiz aloqaga chiqqanlar. Uchalasini ham optim narxda sotib olaman deb. Shuning uchun kimga kerak bo'ladigan bo'lsa akalar, bugun yoki ertaga tez aloqaga chiqib olishlari mumkin akalar. Mana yonidan parlarni ko'rishlari mumkin. Xo'rozlar вообще moshni. Zo'r holatda. Jo'ja xo'rozlar. Mana ko'chaga chiqaraylik hozir. Mana. Turishlari. Mana. Aka-ukalar, cho'jan tomosha qilib maza qilinglar. Badanchi mallalarimdan voy joning sog' bo'lsin. 4,5 kilo tarozida 5 kilo bo'lib o'ynaydi cho'ja. Aka-ukalar, mana fizonomiyasi cho'jani ham. Tunlarini ham tomosha qilinglar. Yerda rozi beradigan bo'ladi. Kallayni ham qaranglar aka-ukalar. Jo'ja deyishadi. Mana jo'jalar aka-ukalar. Tomosha qilib maza qilinglar jo'jalarida. Voy krasavchik. Mana jo'jalar aka-ukalar, tomosha qilinglar jo'jalar. Kilo 400 hozir bo'ladi. To'shi rostmada bo'lsa 3 kilo 904 kilo bo'ladi. Ajoyib to'shqa. Еще один молодой, 7 месяцев, немец Шамо. Вот будет серьезный боец будет. Килограмм до 4 должен дать он. Вот он, Маша, недавно загнал его, пока не цепляется, но неделька две еще так клетки если оставят, я думаю, начнут он. Вот он, ай машалла, уже начал газовать. Ай машалла. Вот из него будет очень сильный боец. Очень сильный. Я знаю, я видел его. Точно, жестко бьет. По крови тоже хороший. Вот он, машалла. Ай машалла. Вот он, ай машалла. Ай машалла, красавец. Не битый, не крашеный, в идеале. Ну, ручной тоже он, не боится. Вот, месяц еще оставить его, потом можно уже спарринговать, уже готовить потихонечку, уже должен показывать себя во всей красе.